Salom do'stlar, bugun biz sizlar bilan qurol va crafter. Bugungi videomizda biz mana orqamizda turgan bankni umaramiz. Qani boshladik. Salomlashib qo'y crafter. Salom do'stlar. Mana uyqudan ham turdik. Sizlarga bir yangiligim bor do'stlar. Bugun men mashina sotib olaman mana shu ishlab topgan pullarimga. Qani ketdik. Bizga yangi qo'shni bor. Ana. Salom qo'shni. Salom. Hali beri ishingizga borasizmi yo'qmi? Hozir ketaman o'zi. Mana qaranglar, mashinaga chiroyli garajga qo'yib qo'yganman. Ketdik bo'lmasa. Ana shu ikkala mashina ham shu do'stimizniki. Mana o'sha yangi avtomobil sotadigan joyga hayday. Mana do'stlar yetib keldik. Mashina olasizmi? Bitta mashina olishim kerak. Men tanlab ketgan rangi qanday endi? Короче, mana bu qora mashinangiz necha pul turadi? Sizning pulingiz yetmaydi. Aytavering, ayting. 3000 ta almaz blok. Onang insoni, bo'lmasa unisichi. Bir istak izimroq, bir istak almaz. Mayli. Mana bunisini olamiz jalla. Bo'laveradi do'stlar. Ish qiltirishga, aqqa-baqqa o'tirishga bo'ladi do'stlar. Короче, men hali bularga ko'rsatib qo'yman ustimdan qanaqa bo'lishini. Uni garajga tiqaydaman. Ana. Belli qo'lini ochadi-yu. Qaynimalar bor? Chiqariyor. Bitta ovqat hamma bilishini mashinaga saqlab yubordimmi? Belli qorin ochib ketdi-yu. Joyda ovqat yo'q. Mana joyda ovqat yo'q. Nima qilaman? Voy qo'shni. O'rabman. Biznikiga yuring mehmonga. Men hammani chaqirib bo'ldim, bittasiz qoldik. Mayli, hozir bo'laman. Mana shu zombi go'shtdan boshqa hech bo'la yo'q. Ketdik. Как раз qornim ochib turgandi o'zi. Mo'lchanaverdim hattoki. Nima shaqqa turib. Bella shaqqa turadi. To'rt mana. Yeb qo'ydim, xafa bo'lmaysiz. Yana bitta yedim. Tortdan qorin to'ydi. To'xtang, hali sho'rva ichamiz. Давай, sho'rva. Ye, qo'y sho'rvani. Ovqatim qo'rin to'yib ketdi. Mana kosasi. Rahmat sizga. To'g'risini aytsam, juda yaxshi qo'shni ekansiz. Ertaga bank ochilishi bo'lar, shuni bilasizmi? Bankda ochapman. Siznikimi? Mana borsam bo'ladimi? Men malol kelavering. Esimdan chiqdi. Kechirasiz, erta borolmayman-da, ertaga ishim bor edi, ketishim kerak edi. Ha, mayli. Xafa bo'lmaysiz? Xo'p. Bo'pti. Erta bank ochilishi bo'lsa, demak, men u yerni o'g'irlay
men u yerni umaraman mana shu yo'q. Mana bu kiyimlar bilan. Mana. Derazani ochib qo'yaylik. Havo kirsin. Nima deydi? Kim hellayapti og'ziga? Kechi bo'ldi qo'shiq aytadimi? Do'stlar, turdik. Qo'shni ishga ketishini poylab turamiz. Mashinasidan qaranglar. Bildim, mashinasidan birga boraman. Kalitini so'rayman, da. Kalitiz do'gan bo'lsangiz bo'ldi qo'shni. Mana u odammi? Kechidan beri deyotgan. Yo'q, o'zim kal bo'shdi. Sochi bor ekan lekin. Men sizlarga qanaqa mashinada o'g'irlik qilishimni ko'rsataman. Siz o'ylayotgandirsiz, mana shunda o'g'irlaysan deb. Lekin men hech kim bilmagan sirim bor. Mana bu mashinada o'g'irlik qilaman men. Pizza sotadigan mashina. Pizza boraman. Keyin o'g'irlab ketaman. Do'stlar, sizlar ko'rmadingizda, kecha men anchagina pizzani o'rniga go'sht sotib oldim. Mana. Naqlami shaq tursin. Yomg'ir quyib yubordimi? Endi yomg'ir tugashini kutib o'tiraman. Qo'shni yana qaytib keldi. Qo'shni nimadir qilib ketgandir balki qo'shni. Ana. Mashinasini eshigiga ochiq. Cho'tanetto. Eshikni qulfladi. Ham uyini eshigiga borib ko'raychi. Qulfladim. Kecha sal insof bilan o'g'irlaymiz. Kecha bizni mehmon qildi. Ana. Bella, qulflab ketdi. Yak ko'tinglarni mana mashina qaranglar. Sizlarga chin kursdaman. Mana do'stlar. Ko'ryapsiz. Bizdagina qaranglar, hattoki orqasi ham yo'q buni. Buni qaranglar. Bomishlarning mashinasi o'xshaydi. Meni kecha rosa aldashdi-da. Davay narsalarni olay. Ketdim pizzaga. Bergani pizzani o'rniga yaxshi go'shtni beraman. Ana, endi orужиячalarni olamiz. Birinchi bo'lib pistoletni olamiz. Mana buni pasaytirdim. Pistoletchalarni olamiz. Yetib qoladi shu. Ana do'stlar, ketdi. Pistoletni o'q tugabdi-ku. Mayli, qo'rqitishga bo'laveradi. Lekin bularning o'qi bor. Mashinaga minamiz. Lekin juda sekin yuradi bu mashina. O'ziga mosta pizza tashishga-da. Ketdi. Ishqilib, bank to'marguncha hech qanaqa jetel, petel deganlardan bo'lmasin-da. Baribir bor ekan. Qo'riqchilar, meni o'tkazib yuboringlar. Men shunchaki pizza olib keldim. Men sizga pizza olib keldim. Siz buyurtirganmidingiz? Mana oling. Garang. Garang. Bu pizza emas, go'shtga. Men senga steak olib kelganmidim. Turga qilmaydi, almashtirib kel. Xo'p, urushmang. Hozir xo'jayinni chaqirayman. Xo'jayin, shunda xo'jayini qani? Qayerga ketdi bu xo'jayini? Sen ko'rmadingmi xo'jayinni? Qayerga ketdi bu xo'jayin? Mana-ku xo'jayin, qayerdandir kelyapti. Salom, shunda xo'jayini sizmisiz? Mamma. Sal tarbiyaliroq ishchi olsangiz bo'lmaydimi? Bo'ladi. So'kib tashlayapti bitta buyurtmani adashtirganimga. Qaysi biri? Mana shu to'g'ridagi kalbosh. Buni qilish gunoh. Qani tez qo'lingni ko'tar. Tezlash. Ko'tardim. Tez qo'lingni ko'tar.
Menga seyfni ko'rsat, tezlash. Sen meni so'kkanmiding? Mas so'ka. Tezlash, bitta ishchini o'ldirdim. Kovla, tez. Kirka bilan tez chaqqon. Hammasi Izmurod bilan almaz bo'lsin. Oltin kerak emas. Nima edi bu? Bo'sh ekan-ku bir. Yaxi. To'lib ketganmi? Olib ketish kerak. Ularni Bo'ldi. men boyib ketaman-ku endi. Chaqqon qimirla. Chaqqon qimirla. Shu yerdan hech joyga ketib qolma. Qani sandiqlaringga nima bor ekan? Ko'p ekan o'sallarda bular. O'ylamanglar, men insofli o'g'riman. Hammasini olib ketmayman. Bittagina qolsa bo'ladi sizlarga. Almazni qaranglar qanday chiroyli, chotki ko'rinishiga. Bo'ldi. Men oltin blokni qo'ya kerak emas menga. Yana qaysi biring meni so'kmoqchisizlar? Iltimos, bizni o'ldirmang. Iltimos. Mayli, sizlar yaxshi ekansizlar. Umrimda bunaqa mazza qilib bank o'marmaganman. O'zi birinchi marta marshib. Chaqqon, tashla narsalarni. Politsiya chaqirishga urinma bo'tam. Bo'ldimi? Kiram bu yoqqa. Qulflaymiz. O'ylama, seni portlatmayman. Tushunding? Adashding, men hammasini olib ketaman. Qochish kerak endi bo'ldi. Mayli, kalitini bermagan bo'lsa kerak. Kalit o'zida ekan. Yetib keldik. Mana do'stlar, endi biz bo'yib ketamiz. Tezroq bu shahardan ketish kerak endi. Sal insofsizlik qildim-ku, lekin bo'laveradi. Xayr do'stlar, sog' salomat bo'linglar. Like bosib, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Agar sizga bu video yoqqan bo'lsa, ikkinchi qismini chiqarishimni istasangiz, kommentariyada ikkinchi qism deb yozib keting.